turmush o'rtog'ingiz haqiga doim duoda bo'ling. Oilangizga baraka kirishda eng katta omillardan biri bu duodir. Malika, 7 minutda mahallangizda bo'laman. Domingiz orqasida olamiz. Xo'p. Ko'zimning quvonchi, qalbim, aqlim, tanamning yagona sohibi, farzandlarimni mehribon otasini o'zingga omonat topshirdim. Ey mehribon Robbim, mening hojamning qalbiga eng go'zal hislar va sakinat solgin. Uning yuragiga menga nisbatan pok, samimiy va cheksiz muhabbat joylagin. Juftimning umrlarini uzun qilib, kasb-korlariga baraka bergin. Rizqimiz uchun chekayotgan mehnat va zahmatlariga, nomayu amonlarini ajr savob bilan bezagin. Oramizdagi sevgi va sadoqatni Hazrati Ali va Hazrati